Bu videoni ko'rishni tavsiya qilaman. Agar sizlar tepakam bo'lsa edi, sizlarga mushuklar yoqmasa ko'rmanglar buni. To'g'risini aytyapman. Beqaror. Agar odam qanaqa vahshiy bo'lishi kerak, mushuklarni yoqtirmasligi kerak. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Demak, bu jinniga o'xshab qo'liga mana ko'tarib olgan bu chop bilan boltani degan odamlarga javob beraman. Bugun biz geometriyani noldan ko'rib chiqamiz. Hamma narsasini Xudo o'zi kiritish kerak. Albatta va'da qilganimdek keltirib chiqarishlar ham bo'ladi. Ya'ni mana bu osmondan tushib kelgan mana bu formulada nimaga bunaqa formula, nimaga biz uni yodlashimiz kerak deb hech bir o'ylab ko'rgan bo'lsa edi, bugun mana shu savollarga javob topasizlar. Yodlab o'tirish shart emas. Keltirib chiqasizlar bo'ladi. Bu videoni geometriyadan umuman xabari yo'q odam to'laligicha tushunadi deb va'da bera olmayman. Lekin agar nima deydi? Agar geometriyada har bitta mavzusida yuzaki bo'lsa ham, mana bu ma'lumotingiz bo'lsa, mana bu bilsangiz, yuzaki bo'lsa ham, bilmaydi bo'lsa, sizlar mana bu videodan aniq 100% foyda olib ketadi. Agar oldinga ko'rsangiz. Bu videoda hamma narsa ko'riladi, bukvalni hamma narsa ko'riladi. Men sabr yetgunga cho'q albatta. Men ham odamman, robot emasman. Bu xato bo'ladigan bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Qo'ldan kelgancha harakat qilindi bu videoda. Hamma narsa aniq to'g'ri gapirishga men harakat qilaman. Faktlar bilan gapirishga. Bo'lmasa ham meni kommentariyada to'g'rilaysizlar. To'g'rilaysizlar yozasizlar, taklif etib qo'yaman sizlarni. Xo'p. Bo'lmasa bugun boshladik videomizni. Bugun biz geometriyani misrlikka qilamiz. Bugun geometriyani azalikilar. Uyda takrorlamaydi. Qarang, bu video исключительно meni o'zim shaxsiy fikrimda yozilgan, yaratilgan, olingan video. Do'stlar, men birga bir qilib meni orqamdan qaytarishlarni tavsiya qilmayman. Hamma narsa. Do'st, men aytayapman, men bu narsadagi chuqur to'xtalib o'tirmayman doim. Sizlar xuddi shunaqa o'ylashinglar shart emas bu narsani. Nabarot, sizlar teskarisini qilinglar kerak bo'lsa, chuqurroq o'rganing. Geometriya yunoncha so'z bo'lib, yerni o'lchash degan ma'noni anglatadi. Geometriya ikki turga bo'lib o'rganiladi. Bular planimetri, stereometri. Хорошо. Planimetriyada o'tib tekislikdagi geometrik figuralar va ularning xossalarini o'rganadi. Tekislikda, tushunasizlar? 2D deymiz-ku. Xo'p, stereometriya esa fazodagi geometrik jismlar va ularning xossalarini o'rganadi. 3D bo'lishi tushunasizlar? Mana shu bizlarning qonunimiz, dunyoyimizda 3D. Geometrik jismlar, shar, konus, silindr, piramida va hokazo. Qopto'ylar ham fazodagi jismlar tushunasizlar? Stereometriya bo'lyapti. Lekin geometriyada nuqta, to'g'ri chiziq va tekislikka ta'rif yo'q. Keyingisi, geometriyada masala izlash uchun eng kamida bir-biriga bog'liq bo'lgan 3 ta shart kerak bo'ladi. Mana shuni eslab qolaylik. Bir-biriga bog'liq bo'lgan 3 ta shart kerak. Eng kamida 2 ta bo'lib qolsa ham ishlolmaysizlar. Xo'p, nuqta, to'g'ri chiziq, nurlarni chizib o'tirmayman. Hamma biladi. Burchaklardan boshladik. Xo'p, qaranglar, burchak o'zini burchak deb nuqta va undan chiquvchi ikki nurdan iborat shaklga yetiladi. Burchak chizib olamiz. Xo'p. Yana bir marta qaytarib o'taman. Burchakda nuqta va undan chiquvchi ikki nurdan iborat shaklga yetiladi. Хорошо.
bu aytib o'tganimiz nuqta va undan chiquvchi ikkita nur, nuqta va undan chiquvchi ikkita nurga burchak deb aytiladi. Mana bu o'lchovdagi burchak bo'ladi. Xo'p, bu ham bizada burchak. Shuningdek, bu ham bizada burchak. Shuningdek, mana bu ham bizada burchak. Qaranglar. Endi burchak turlari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, burchak to'rtta turga bo'linadi. Qaranglar. Birinchisi o'tkir burchak 0-90 gradus oralig'ida bo'ladi. O'lchovi, qiymati. To'g'ri burchak rovni 90 gradusga teng bo'ladi. O'tmas burchak 90-180 gradus oralig'ida bo'ladi qiymati. Yoyiq burchagimiz esa bitta to'g'risi, tushunasizlar? Yoyiq burchak. 180 gradusga teng bo'lgan burchak yoyiq burchak deyiladi. Mana bu aylanamiz 360 gradus chizdi. Tushundinglar? Manimcha qiyin narsa bo'lgan yo'q edi ham. Bu hali boshlanishi bu. Bitta burchaklarni belgilab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xo'p, qaranglar. Mana shu ikkitasi kesib o'tgandan keyin birinchi burchagimizda teng bo'ladi. Qiymat jihatdan 6-burchakga. Biz mana bu ikkita burchak bir-biriga teng. Shuningdek. Mana hozircha ketib turaman, ketma-ket. Xo'p, keyin ikkinchi burchak bilan to'rtinchi burchagimiz teng. Yo'q, to'xtang. Ikkinchi burchak bilan beshinchi burchak teng. Ikkinchi burchak bilan beshinchi burchak teng. Хорошо. Keyin uchinchi burchak bilan yettinchi burchak teng. To'rtinchi burchaklar esa 8-burchaklar teng. Xo'p, tushundinglarmi? Примерно nimaga bunaqa bo'lganini his qilishingizga umiddaman. Mana bu intuitiv уровеньda e'tibor bersanglar, mana bu M ham bir-biriga parallel. Mana bu kesib o'tgan to'g'ri chiziq. Chista mantiqa o'ylab qarasanglar, mana bu hosil qiladigan burchaklari, parallel burchaklar o'zaro bir-biriga teng bo'ladi. Tushunasizlarmi? Bir-biriga teng bo'ladi. Xo'p, bulardan tashqari biz yana nima deya olamiz? Endi men sizlarga o'zaro vertikal burchaklar haqida tushuntiraman. Tasavvur qilinglar, mana bu 1, 2, 3 to'g'ri olamiz, alohida chizib olamiz. Mana bu burchak 1, mana bu burchak 3, mana bu burchak 2, mana bu burchak 4. O'zaro vertikal burchaklar degani mana bu birinchi burchagimiz bilan uchinchi burchagimiz o'zaro vertikal. Ularni xosiyati nimada? Ular o'zaro teng bo'ladi. O'zaro vertikal burchaklar doimo teng bo'ladi, tushunasizlarmi? Burchak 1 teng burchak 3. Shuningdek, ikkinchi burchak bilan to'rtinchi burchak ham o'zaro vertikal burchaklar. Burchak 2 teng burchak 4. Tushundinglarmi? Endi 5, 6, 7, 8 larni ham chizib olamiz, xuddi shunaqa. Mana bu 6, mana bu 5, mana bu 7, mana bu 8. Хорошо. Bu yerda ham e'tibor beringlar, o'zaro vertikal burchaklar hosil bo'lyapti. O'zaro vertikal burchaklar hosil bo'lyapti. Biz nima deymiz? Mana qanday belgilaymiz? Xuddi shunaqasi 6 bilan 7 bir-biriga teng ekanligimiz, 5 bilan 8 bir-biriga teng ekanligimiz. Biz burchak 6 teng ekan burchak 7 ga, burchak 5 teng bilan burchak 8 ga. Endi mana bu hosil qilgan bitta faktimizni mana bunga olib qo'yamiz. Birinchi topganmiz. Tushunasizlar? Oladigan bo'lsak, yo'q, olmaymiz, pravda yoniga olib ketaman. Yo'q,
qarang. Birinchi burchagim 3-burchakka teng. Bu yoqda esa birinchi burchagim 6-burchakdan teng. Bu nima degani? Bu nima degani? Burchak 1 teng bo'ladi burchak 3 teng bo'ladi burchak 6. Xo'p, burchak 3 ham bitta, burchak 7 ga teng edi. Uni ham qo'shamiz. To'xtatamiz. Sinib qoladigan, yer qonini hurmatli. Sinib qoladigan-ku. Albatta. Kichkinaroq hurmatliligini ta'minlayman. Har joylarni ko'raman. Burchak 1 teng burchak 3, normalda burchak 6 ga ham teng. Shuningdek, burchak 6 ga teng, burchak 3imiz esa hamda burchak 7 ga teng. Хорошо, keling. Burchak 2 teng ekan burchak 4 ga. Yozaman. Burchak 2 teng ekan burchak 4 ga. Shuningdek, hamda burchak 5 ga ham teng. Endi burchak 4 o'ziga e'tibor beramiz. Burchak 4 burchak 8 ga teng ekan. Buni ham qo'shamiz demakki. Qo'shib qo'yamiz tengimizni. Хорошо. Хорошо. Manimcha hammasini yozib oldim. Hammasini yozib oldim. Yana bir marta tushuntirib o'taman. Xuddi o'zi tushuntiradigan narsani o'zi xuddi eslab qoladigan narsa bor. Bizda MN parallel chiziqlar berilgan, bir-biriga parallel bo'lgan. Keyin mana shu ikkita parallel chiziqlarni boshqa bir to'g'ri chiziq kesib o'tadi. Ikkalasini bir vaqtning o'zida kesib o'tadi. Mana bu hosil bo'lgan burchaklar haqida quyidagi xossalarni ayta olamiz. Xo'p, mana bu birinchi burchak 6-burchakka teng, ikkinchi burchak 5-burchakka teng, 3-burchak 7 ga, 4-si esa 8-burchakka teng. Хорошо. Shuningdek, mana bu atrofdagi kusukning o'zida yana bitta ma'lumot olsak bo'ladi. Ya'ni e'tibor beramiz. Birinchi, 3-burchak va 2 bilan 4 ga. Ular bir-biri bilan o'zaro vertikal burchak, o'zaro vertikal. Shuning uchun ularning qiymatlari bir-biriga teng bo'ladi. Bir-biriga teng bo'ladi. Pastdagi eng to'g'ri chizig'imizdagi hosil qilgan burchaklarga ham qaraymiz. 5 bilan 8, 6 bilan 7, shuningdek o'zaro vertikal bo'lgani uchun ular bir-biriga teng bo'ladi. Tushunasizlarmi? Хорошо, хорошо. Хорошо. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga o'zaro vertikal burchaklar teng bo'ladi? Xo'p, bu o'zi qo'shni burchaklar haqidagi faktga asoslanib keltirib chiqariladi bu narsa. Ya'ni qo'shni burchaklar qanaqasiga yordam beradi bizga albatta. Xo'p, o'zi qo'shni burchaklar nima degani? Bir-biriga qo'shni bo'lgan burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'ladi. O'sha burchaklarga qo'shni burchaklar deb nom berganmiz. Tushunasizlarmi? Mana bu doska sizlarga ko'rmoqligimni aytaman. Mana shu chizaman. Qarang. Mana bizda alfa, mana bu esa qanaqadir bir beta degan burchak bor. Mana shu ikkita burchagimiz qo'shni burchak. Ularning yig'indisi, ya'ni alfa plus beta teng bo'ladi 180 gradusga. Sizlarga ko'rmoqligimni tekshirib olayman. Fokus o'zgarib qolgani uchun mana erta mana bolaga Хорошо, все нормально было. Xo'p, o'zaro qo'shni burchaklarning 180 gradusga teng. Bu вообще-то keyingi mavzulardan olingan fakt bo'lmaydi. Hozir kerak bo'ladi bizga keltirib chiqarishimiz. Xo'p, qo'shni burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng. Bu shunchaki qabul qilingan narsa, o'zaro qabul qilingan narsa shunchaki eslab qolish kerak bu xossani ifsi. Keyin qaranglar. Mana bu situatsiyamizni masjidga chizib olaman. E'tibor bering.
birinchi burchak bilan ikkinchi burchak bir-biriga qo'shnimi? Qo'shni. То есть birinchi burchak bilan ikkinchi burchagimning yig'indisi 180 gradusga teng. Хорошо. Bir bilan ikkini yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Keyin qaranglar, maniki 3-burchagimni chizaman, 4-burchagimni chizaman. Endi qaranglar, mana bu ikkalasini unutib turinglar. 2 bilan 3 ga qaranglar. 2 bilan 3 ham o'zaro qo'shni burchaklar. Nimaga? Nimaga? Mana bu chiziqni bundoq qilib, mana tekis holatga qaytarsanglar, mana shu xuddi mana shunaqa situatsiya bo'ladi. Tushunasizlar? 2 bilan 3 o'zaro qo'shni burchak. Ularning yig'indisi xuddi shuningdek 180 gradusga teng. Xo'p, mana shu tenglamalar sistemasidan sizlar bir-birini shunday ayirib oladigan bo'lsak, ham birinchi tenglamadan ikkinchi tenglamani ayirib olsanglar, sizlarda burchak 1 teng burchak 3 degan rezultat chiqadi. Sizlarda burchak 1 teng burchak 3 degan rezultat chiqadi. Bu nima degani? Birinchi burchakning qiymati uchinchi burchak qiymatiga teng ekan degani. Shu xuddi shuningdek ikkinchi, to'rtinchi, mana bu esa 6, 7, 5, 8 mana shular uchun ham xuddi shunaqa hisoblab topsanglar bo'ladi. Qo'shni burchaklar xoslasida foydalangan holda. Xo'p, bu degani o'zaro vertikal burchaklar bir-biriga doimo teng bo'ladi degan ekan. И всё. Короче, perimetr degani uchburchakning barcha tomonlarining yig'indisi degani. Yarim perimetr degan tushuncha bonus sifatida aytib o'tganman. Mana bu perimetrni yarmiga teng bo'lgan qiymatga yarim perimetr deb aytiladi. Ba'zi bir formulalarda mana bu katta P taqsim 2 deb yozib o'tirgisi kelmaydi. Ham sразу kichkina P bilan ifodalab ketishadi. Bu ne обязательно, ya'ni sizlar majbur emaslar. Mana bu kichkina P ga mana bu shunchaki qulaylik uchun o'ylab topilgan narsa. Xo'p, bu esa bizda uchburchak bo'lish sharti. То есть biz любой duch kelgan sonlar bilan uchburchak yasolmaymiz. Tushunasizlar? То есть mana bu shartlarga to'g'ri keladigan uchburchaklar yasolamiz. Qisqartirib aytadigan bo'lsak, sizlar uchburchak yasashinglar uchun uchburchak yasolishinglar uchun sizlar shunaqangi qiymatlar tanlashinglar kerak. Ikkita tomonni yig'indisi uchinchisidan katta bo'lishi kerak. Har bitta tomon uchun o'rinli bo'ladi. То есть mana bu ikkita tomon bunisidan katta bo'lishi kerak yig'indisi, bu ikkita tomon yig'indisi bunisidan katta bo'lishi kerak, bu ikkita tomon yig'indisi bu tomon yig'indisidan qiymatidan katta bo'lishi kerak. Tushundinglar? Bunga biz uchburchak bo'lish sharti deb nom berganmiz. Keyin uchburchak turlari haqida gaplashadigan bo'lsak, ixtiyoriy uchburchak bor, ya'ni uchala tomoni ham har xil qiymatlarga ega, shuningdek burchaklari ham har xil qiymatlarga ega. Farqi yo'q, ba'zida teng bo'lib qolishi mumkin. То есть ixtiyoriy degani hamma tomon har xilda. Logika shunday. Keyin to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchaklar bitta burchagiga 90 gradusga teng bo'lgan uchburchaklarga aytiladi. To'g'risi, mana bu burchagi 90 gradus belgilanishi shunaqa kvadratcha. Xo'p, teng yon uchburchak degani ikkita yon tomoni teng bo'lgan uchburchakka aytiladi. Ularni mana bu ikkita yon tomondagi burchaklar bir-biriga o'zaro teng bo'ladi. Ikkita yon tomon teng bo'ladigan burchaklar ham teng bo'ladi. Xo'p, muntazam uchburchak hamma tomoni teng. Xuddi shuning uchun ham burchaklari ham o'zaro teng. Bir xil tomon bir xil burchak hosil qiladi. Shuning uchun hamma tomoni teng bo'lgani uchun burchaklar ham bir-biriga teng. Xo'p, tushungan bo'lsanglar, endi keyingisiga o'tsam bo'laveradi. Keyingi mavzuyimiz bizda median. To'xtanglar, oldin nazariy qismi. Uchburchak medianasi o'zi nima ekan? Uchburchak medianasi deb uchburchakni bir uchidan chiqib, shu uchi qarshisidagi tomonni teng ikkiga bo'luvchi kesmaga aytiladi. Har qanday uchburchakka 3 ta mediana o'tkazish mumkin. Xo'p, uchburchakning medianalari doimo bir nuqtada kesishadi. Va bu kesish nuqtasi uchburchakning medianalarini uchburchakning uchlaridan boshlab hisoblaganda 2/1 nisbatda bo'ladi. To есть
medianalar bir nuqtada kesisharkan, uchta medianasi. O'sha kesish nuqtasi tepasidan o'sha pastga ajralgan kesmalar bor, ikkita kesma paydo bo'ladi. O'shalar 2:1 nisbatida bo'linar ekan bir-biriga. Keyin uchburchakning medianalar kesish nuqtasi shu uchburchak og'irlik markazi bo'ladi. Хорошо, demak, yozamiz, chizamiz. Boshladik. Kattaroq qilib yozaman. Aytaman. Tak. A, B, C. Başlıyoruz. Хорошо. Qaraylik, sizga no'noqman. Nima deganim bu? Xunuk chizaman, qiyshuv chizaman, tushundinglar? Xo'p. Mana biz A uchdan mediana chiqardik. Ya'ni mediana degani uchburchak bir uchidan chiqib, shu uch qarshidagi tomonni teng ikkiga bo'luvchi kesmaga mediana deyiladi ekan. Tushunasizlar? Mana bu tomonni A degan bo'lsam, mana qarang, ikkita bo'lak paydo bo'ladi. Bir-biriga teng ikkita bo'lak yarim degani tushunasizlar? То есть A taqsim 2 и yana bitta A taqsim 2. A tomoniga tushirilgan mediana bu. Xo'p, men buni D deb belgilayman. То есть AD manda A tomoniga tushirilgan mediana. Mediana kichkina M harfi bilan belgilanadi. M A. Tushundinglar? Хорошо, tushungan bo'lsangiz. Keyin Xudoga shukr. Примерно vaqt olsam, teng ikkiga bo'linmay qolgan bo'lsa ham bo'lindi deb tasavvur qiling. Xo'p, ana qaranglar. Endi B uchidan B tomonga ana tushirdik, mediani tushirdik. Xuddi shuningdek teng ikkiga bo'linadi. Nima bo'ladi? B taqsim 2 bo'lib qoladi mana tomon. Mana tomoni ham B taqsim 2 degan qiymatga teng bo'lib qoladi. Xo'sh, keyin tak, buni R deb belgilaylik. Buni R deb belgilaylik. Xo'p, endi bu tomonga tortamiz. Xo'p, C tomonga yarim medianadan tortdik. Medianalar kesish nuqtasi nima bo'libdi? Nima belgilaydi? Biladimi? G. Ona nima bo'lyapti? Nimami? Qo'yinglar, ha? Yo'q, hamma yoqni ochib qo'ydisam, просто men bu montalarni ko'rib ham qontirib qolishim mumkin. Dag'al. Nima bo'lsa dag'al. Xo'p, qarang. Yerishmi? Men o'ylab qoldim. Qachon ochib ketdi? Nima qilmagan senga? Shunaqa tez borib keldingmi? Shi. Men keldi. Mardonda o'rtog'inglar bo'lsin. Ha? O'qituvchi. Nima o'qituvchi? Xo'p. Taniyman ona. O'qi. Medianalarni bitta yozib olaman. Хорошо, так.
bitta yozib olamiz rejalarni. BFMB. Tak. Sizga nima xashlansa, menimcha, nima deysan? Kadrsan. K. Mana bu bitta K ekan. T K'ni M deydi. Xo'p. Endi qaranglar. Boyaga xoslarni aytaman. Medianada 3 ta mediana. Bitta nuqtada kesishadi. Ikkinchi kesishgan nuqtasidan mana yuqorisida mana bu pastki kesishlar nisbati 2 ga 1 bo'ladi. Ya'ni B Y'ni YF ga nisbati 2 taqsim 1, ya'ni 2 ga 1 tushundinglarmi? Mana shu xossa haqida e'tibor berdim. Xo'p, keyin buni yana bitta xossasi bor medianalarni. Xo'p, mana 3 ta mediana o'tkazasizlar, hammasini chizib bo'lganinglardan keyin. Mana hosil bo'lgan mana bu har bitta uchburchakchalar bor, kichkina uchburchakchalar. O'shalarning yuzalari bir-biriga o'zaro teng bo'ladi. Tushunasizlarmi? Do'stlar, qarang. C, G, F, mana bu D, E, B, B, E, K, mana bu K, E, A va hokazo. Do'stlar, bu hosil bo'lgan 6 ta uchburchakchalarning yuzalari bir-biriga teng bo'ladi. Shunda bu nima degani? Umumiy katta uchburchagimiz yuzasi teng 6 ga bo'linadigan. Teng 6 ga bo'linadi. Do'st, umumiy yuza qanaqadir bir S deb belgilab olsak, mana bu uchburchakchalar S taqsim 6, S taqsim 6, S taqsim 6 degan yuzaga ega bo'ladi, tushunasizlarmi? Buni ham eslab qolasizlar. Men bu chizib yozib qo'ya olmayman, buni eslab qolaylik. Buni yozib olaylik. Sraz yozib olaylik. Buni ham isbot ko'riladi, keyin hozir olmayman. Qaranglar, bitta mana bu B Y bilan Y emas, mana bu A Y ni Y degan nisbati ham shuningdek 2 ga 1 bo'ladi. Shuningdek, D Y ni Y K ga nisbati ham 2 ga 1 bo'ladi. Men faqat bittasini yozib, qolganlarini yozib qo'yaman. Yaxshi bo'ldi. Qayta tushuntirishim. Xo'p, shuningdek, C Y taqsim Y K ham shuningdek A Y taqsim Y degan. A Y taqsim Y degan. Hammasini nisbati 2 ga 1 bo'ladi. Xo'p, 1 taqsim 2 ildiz ostida 2b kvadrat plus 2c kvadrat minus a kvadrat. Xo'p, bunisi ham 1 taqsim 2 ildiz ostida 2a kvadrat plus 2c kvadrat minus b kvadrat. Bunisi esa 1 taqsim 2 ildiz ostida tak 2b kvadrat, 2 подожди. Endi oxirida s bo'ladi. O'shada 2a kvadrat adashtirib oldim. 2a kvadrat plus 2b kvadrat minus c kvadrat. Mana mejalarni formulalar. Screenshot qolinglar, yozib olinglar. Hozir o'chirib tashlayman. Ungacha yozib ana qolinglar. Pauzaga qo'yib ana qolinglar. Qani tushundinglarmi? Toshib turaman kerak. Medianalar formasini keltirib chiqarishim uchun menga kosinuslar teoremasi kerak bo'ladi. Shuning uchun men avval kosinuslar teoremasini keltirib chiqaraman, undan keyin medianaga bo'lib ketamiz. Kelishdingmi sizlar bilan? Kelishdik, menimcha. Xo'p, qaranglar bizda asosan mana uchburchak berilgan ekan. Mana biz tomonlarni ma'nosini a'tmasdik. Bunisini bilamiz, bunisini bilamiz. Degan mana bu uchidan asosga biz balandlik tushirgan ekanmiz. Qara shu. Mana bu x, mana bu b minus x. Tak, mana bu alfa burchak, mana bu gamma burchak, mana bu umumiy beta burchak. Bundan boshlaydi. Qaraylik, hududlar kerak. Pifagor teoremasini biz nima deb olamiz? Aksioma deb olamiz. Pifagor teoremasini bilasizlar, to'g'rimi?
to'g'ri burchak, uchburchak. Ya'ni nima bo'ladi? Tasavvur qilib bizda mana bunaqa to'g'ri burchak, uchburchak bor. Bu tomoni A, mana bu tomoni B, mana bu tomoni C. C nimaga teng bo'lardi? Ildiz ostida A kvadrat plus B kvadrat. Bilasizlarmi shuni? Bizning situatsiyada mana bu ana o'rniga h kelyapti. Ikkita uchburchak uchun alohida katslar gipotenuz. Tushunasizlarmi? Shunaqa situatsiya bor. To есть biz mana bundan foydalanamiz hozir. Buni aksioma deb olamiz. Bu isbot talab qilinmaydi deb tasavvur qilib turamiz. Tushunasizlarmi? Hamma narsani kiritib chiqaraversangiz juda ham ko'p vaqt ketib qoladi. Xo'p, qara shu. Mana tushungan bo'lsangiz, davom etamiz. Davom etamiz. Xasni ikkala uchburchagim uchun ifodalab olaman. Nima bo'ladi? Qarang. Mana bu kattaroq uchburchagimga e'tibor beramiz. H kvadrat plus b minus x kvadrat teng nimaga? A kvadratga. Tushundinglarmi nimaligini? Mana qarang. Bu katsib, mana bu gipotenuza. Tushundinglarmi? Keyin ikkinchi kichkinaroq uchburchagimga qaraymiz. Katsib gipotenuza. H kvadrat plus x kvadrat teng bo'ladi mana shu yerdan biz hozir mana shu tenglamalar sistemasini nima qilamiz biz? Biz mana bu h kvadratni x ni yo'qotib yuborishga harakat qilamiz. Qara shu h kvadratni yo'qotib yuborishim uchun shunchaki bir-biridan ayirib tashlasam yetarli mana shuni o'zi. Mana shuni o'zi yetarli. Keyin x ni yo'qotishim uchun esa mana bu kichkina uchburchagimizga e'tiboringizni diqqatinglarni qaratdik. Mana bu kichkina uchburchak uchun kosinus alfani topadigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Kichkina uchburchagimga e'tibor beringlar. Mana bu uchburchakka e'tibor beringlar. Kosinus alfani topishim uchun nima qilaman? Mana bu burchakka yopishtirgan katetim bor, bo'linadi gipotenuzaga. Tushunasizlarmi? Yopishgan katet taqsim gipotenuza bizda kosinus alfani beradi. X taqsim s. Xo'p, mana shu yerdan x ni ifodalab oladigan bo'lsak, bu oddiy tenglama. Qarang, x ni bo'ladi s ko'paytirilgan kosinus alfa. Qarashu. Mana shu faktni aniqga olib borib qo'yaman, ayirib tashlaganimdan keyin. Qaranglar, ayirib tashlasak, nima bo'lyapti? H kvadratda yo'q ketdi. B minus x ni half kvadrati minus x kvadrat degan a kvadrat minus c kvadrat. X ni o'rniga c ko'paytirilgan kosinus alfani olib kelib qo'yaman. Tak, b minus c kosinus alfani half kvadrati minus c kosinus alfani half kvadrati degan a kvadrat minus c kvadrat. Хорошо. Endi qovuslarni ochamiz, ilk qovus ifodalashga harakat qilamiz. Nima bo'ladi mana bu yerda? B minus c kosinus alfa. B kvadrat minus 2 b c kosinus alfa plus c kvadrat kosinus kvadrat. Tushundinglarmi? A minus b ko'rinishdagi ana bu ko'paytirish formulasi bor. O'shanga qo'ydik. Keyin minus c kvadrat kosinus kvadrat. Teng ekan a kvadrat minus c kvadrat. Xo'p, qaranglar. Mana bu qisqarib ketadi. Qarashu. Mana nima qoladi? Nima qoladi menda? A kvadrat minus c kvadrat teng bo'lib qolar ekan. B kvadrat minus 2bc kosinus alfaga. Xo'p, c kvadratni bu yoqqa o'tkazib yuborsam, a kvadrat teng bo'lar ekan. B kvadrat plus c kvadrat minus 2bc kosinus alfa. Kosinus teoremasini keltirib chiqardik. Eslatib o'taman, kosinus teoremasi bizga hozir medianani formulalarini keltirib chiqarishimiz uchun kerak. Shuning uchun ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaranglar.
kosinus teoremasini ma'nosi nimadir? Sizlarga uchburchak beriladi. Sizlar uchburchakning ikkita tomoni va ular orasidagi burchakdan foydalangan holda uchinchi tomonning qiymatini topsanglar bo'ladi. Kosinuslar teoremasi mana shunday iborat. Keyin qaranglar. Buni kosinuslar teoremasini keltirib chiqarish uchun ozgincha trigonometriyadan xabaringiz bo'lishi kerak. Uchburchak, ya'ni Pifagor teoremasidan ham xabaringiz bo'lishi kerak. Qaranglar. Men bu uchidan, uchburchakning uchidan asosga balandlik tushiraman. Balandlik perpendikulyar tushadi, tushunasizlar? Xo'p, keyin aytdim. H, x, s tomonli uchburchagim h b minus x a degan uchburchaklarni hosil bo'ldi deyapman. Men bu nimaga x b minus x sababi qaranglar, men bu bir uzunlikdagi tomonga tushgandan keyin qanaqadir ikkita bo'lakda bo'ladi. Biz bu ikkita bo'lakning aniq qiymatini bilmaymiz. Shuning uchun bitta tomonni x desang, narigi tomon b minus x bo'ladi. Shunda ikkita tomonni yig'indisi aslini beradi, ya'ni b ni o'zini beradi. Tushunasizlarmi? Bu qotgan ishimiz legallikda, xavotir olmanglar. Noqonuniy ish bo'lmayapti. Shunaqa bo'ladi. Xo'p. Хорошо. Kichkina uchburchagim uchun Pifagor teoremasini yozib olaman. Nima bo'ladi? H bilan x katetim bo'lgani uchun h kvadrat plus x kvadrat teng bo'ladi c kvadrat, ya'ni katetlar kvadratlari yig'indisi hipotenuzani kvadratiga teng. Keyin katta uchburchagimga qaraymiz. H bilan b minus x katetli a hipotenuza rolida kelyapti. Xo'p, bu yerda hisoblasanglar, katetlar kvadratlari yig'indisi teng bo'ladi hipotenuza. Xuddi shunaqa yozib oldik ikkalasini. Iman etdim. Menda h noma'lum, x degan noma'lumlar bor. Ularni qanaqa yo'qotsam bo'ladi dedim. Shunchaki ayt tashlasak, h kvadratni ko'rasiz, sразу yo'qolib ketyapti. Keyin aytdim. b minus x kvadrat minus x kvadrat degan a kvadrat minus c kvadrat. Endi x ni yo'qotishim kerak. X ni men qanaqa yo'qotaman? Men bu kichkina uchburchagimga qaytamiz. Imenda shunisiga, mana shu kichkina uchburchak uchun kosinus alfa ning qiymatini topadigan bo'lsangiz, nima bo'ladi kosinus alfa ning qiymatini topsangiz? X taqsim c teng bo'ladi kosinus alfaga. Ya'ni yopishgan katetni hipotenuzaga nisbati kosinus alfani beradi. Bu yerda mana shu yerdan x ni ifodalab olsangiz, c ko'paytirilgan kosinus alfa. Ya'ni c shunchaki ko'paytirish o'tib ketadi. Хорошо. Men aytdim. Endi men bu x ni dedim, men bu olib kelib qo'yamiz. E'tibor bering. X ni o'rniga c kosinus alfa, c kosinus alfa qo'yib chiqdim. Keyin qovuslarni ochamiz, soddalashtiramiz. Qisqarganlar qisqardi. Oxirida hosil bo'ldi a kvadrat, ya'ni 3-tomoni teng ekan. Bu tomonning kvadrati plus bu tomonning kvadrati minus ikkita tomonning ko'paytmasini, ya'ni kosinus alfaga va shu ikkita tomon orasidagi burchakni kosinusga ko'paytmasiga teng ekan. O'zna, ya'ni xuddi shu qadamlarni qolgan tomonlarga nisbatan takrorlab, sizlar mana bu holatlarga ko'rib kelasiz. Duch kelasiz. b kvadrat teng bo'ladi a kvadrat plus c kvadrat minus 2ac b tomoni beta bo'ladi. Kosinus beta. Tushundinglarmi? Ya'ni a va c tomonlarining orasidagi beta burchak orqali sizlar b ning qiymatini topsanglar bo'ladi, xuddi shuningdek. c kvadrat uchun ham yozib qo'yadigan bo'lsak, a kvadrat plus b kvadrat minus 2ab kosinus gamma. Tushundinglarmi? To есть men bu ikkita tomonni ular orasidagi burchakni ishlatgan holda sizlar uchinchi tomon, ya'ni c ni topsanglar bo'ladi, xuddi shuningdek. To есть men bu ikkita formulani ham topish algoritmi men bu bilan bir xil. O'shandan foydalanamiz. Xo'p, buni eslab qolinglar, bu bizda kosinuslar teoremasi. Kosinuslar teoremasi. Eslatib o'taman, medianani ko'rsatgan formulalarini keltirib chiqarish uchun kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. O'shanga kerak menga bu.
O'shanga kerak. Qayerdan kelib chiqqanini ham ko'rib beryapman o'shanga. A tak sizlar xavotir olmasanglar bo'ladi, shunchaki любой bitta olinglar, pauzaga qo'yib, skrinshot qilib olinglar. Men o'chirib keyingisiga o'tyapman. Mediana. Nima qilarkan? Ko'chga berilgan. Xo'p, keyin D2 bo'ladigan mediana tushirilgan. Mediana 1 tomonga tushdi. 1 taqsim 2, 1 taqsim 2. Kelgan. Mana bu A tomoni ekan, mana bu C tomoni ekan. Shu. Xo'p, 1 tomonga tushgan medianani topamiz. Qanaqa bo'lishi? Xo'p, qaranglar. Diqqat bilan e'tibor bering. Mana bu 3 dan tushirgan mediana 1 tomon teng 2 ga bo'libdi. Хорошо. Men nima deya olaman? Mana bu burchak haqida и bu burchak haqida nima deya olaman? Mana shu ikkita burchagim qanaqa aloqaga ega bir-biriga? Sizlarda ideya bormi shu haqida? Xo'p, bu ikkita burchak o'zaro qo'shni burchak edi. Ya'ni ikkalasining yig'indisi 180 gradusga teng, to'g'rimi? Qo'shni burchaklar haqida hozir gaplashdik. Mana shu ikkitasini yig'indisi 180 gradusga teng. Ya'ni mana bu burchak alfa bo'lsa, bu burchagim 180 gradus minus alfa degan qiymatga ega bo'ladi. Shunda ikkalasini bir-biriga qo'shib olsanglar 180 gradus, ya'ni qo'shni burchaklar yig'indisi 180. To'g'ri kelyapti qoidaga. Demak, noto'g'ri ish bo'lmayapti bu yerda. Хорошо. Endi kosinuslar teoremasini nimaga o'rgandik biz? E'tibor bering. Manda ikkita tomon, uni orasidagi burchak va uchinchi tomon bor. Shuningdek yana bu uch burchak desa, ikkita tomon, uni orasidagi burchak va uchinchi tomon bor. Tushunasizlar? Ya'ni nimadir olib kelsak keltirsak bo'ladi. Хорошо. Menga ideya keldi, kosinuslar teoremasini yozib olish. Xo'p, ikkala holat uchun. Men bu uch burchak uchun boshlaymiz birinchi. M b kvadrat plus b taqsim 2 kvadrat tak minus 2 ko'paytirilgan m b ko'paytirilgan b taqsim 2 kosinus qaranglar. Burchagim 180 gradus minus alfa. Demak, qolsa ichiga 180 gradus minus alfa yozaman. Teng bo'ladi 3-chi tomonni kvadratiga, c kvadrat. Ikkinchi tengligimni yozib olaman. mb ni kvadrati plus b taqsim 2 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan mb ko'paytirilgan b taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus o'rtasidagi burchak alfa. Kosinus alfani o'ziga teng 3-chi tomonni kvadrati. Хорошо. Mana bitta shu momentda trigonometriyadan ozgincha bilminglar kerak bo'ladi. Ya'ni qarang. Mana bitta kosinus 180 minus alfa turibdi. Kosinus 180 gradus minus alfa nima degani? Mana bizga yozib qo'yaman. Kosinus kvadratning alfa xo'p. Manfiy bo'ladi. Minus kosinus alfa. Так, хорошо. Kosinus 180 gradus minus alfa teng minus kosinus alfa. Biz mana shu ma'lumotdan hozir foydalanamiz. Xo'p. Tak, qarang. Yana nima bo'ladi? Davamchi bo'lsa. Xo'p, faqat mana shu ma'lumotni o'zim foydalanamiz. Ya'ni men birinchi tenglamamga kosinus 180 minus alfani o'rniga minus kosinus alfa degan qiymatni olib borib qo'yaman. Tasavvur qilinglar, men olib borib qo'ydim. Lishni aniq qilmaslik uchun sразу o'chirib yozib qo'yaman. Mana kosinus alfa, qaranglar.
oldiga minus chiqyapti, to'g'rimi? Buni ham oldida minus turibdi. Ikkita minus plus bo'lib ketadi. То есть mana bu znak уже plusga o'zgardi. Endi qaraylik. Mana bu ko'paytma bilan mana bu ko'paytma bir xilda, faqat bittasini znak plus, ikkinchisiniki minus. Xo'p, teglamalar sistemasini ishlagan odam biladi. Hozir mana shu ikkalasini bir-biriga, ya'ni ikkita tenglamani bir-biriga qo'shib yuboradigan bo'lsam, men bilaman qisqarib ketadi. Tushunasizmi? Ya'ni nima desam ekan, bu yerda qanaqadir 2x degan qiymat turibdi, men desa minus 2x turibdi. 2x ga minus 2x ni qo'shsanglar, ayrim bo'lib qoladi. Ya'ni ular 0 ga teng bo'lib qoladi. Tushunasizmi? Xuddi shunaqa situatsiya. Xo'p, qo'shib yubordik. Nima bo'ldi? mb kvadratdan 2 bo'ladi. Qarang, keyin b taqsim 2 ning kvadratidan ham 2 bo'ladi. Plus 2 ko'paytirilgan b taqsim 2 ning kvadrati nima degan? b kvadrat taqsim 4 degan, to'g'rimi? Хорошо. Keyinisi umid tarafga e'tibor bersanglar, c kvadrat plus a kvadrat. Хорошо. Хорошо. Men mb kvadratni bir tarafga qoldiraman, buni o'tkazib yuboraman. Nima deydi? O'ng tarafga o'tkazib yuboraman. Qaranglar, 2mb kvadrat xo'p. Ham bitta tarafdan 2 i qaranglar, a kvadrat plus c kvadrat minus mana bu b kvadrat taqsim 2 bu yoqda minus bo'ladi. b kvadrat taqsim 2. Men tenglikning ikkala tomonini 2 ga bo'lib yuboraman. Mana bu mb ning oldidagi 2 ni yo'qotib yuborish uchun, ya'ni formulani чистый ko'rinishga keltirish uchun. Nima bo'ladi? mb kvadrat teng bo'ladi. Bir taqsim 2 a kvadrat plus c kvadrat minus b kvadrat taqsim 2. Xo'p. Хорошо. Тут сумма. Keyin qarang, men bu qovsin ichidan bir taqsim qilgan qiymatni chiqarib olaman. Men qovsin ichidan nima bo'ladi? mb kvadrat teng bo'ladi. Ham bu bir taqsim 2 turibdi, yana bitta bir taqsim 2 chiqsa, bir taqsim 4 degan qiymatga ega bo'lib qoladi. Keyin qarang, qovsin ichi 2a kvadrat plus 2c kvadrat minus b kvadrat ko'rinishga kelib qoladi. Qaranglar, hozir bundan bunga qanaqa o'tganini tushunmagan odamlar mana bu bir taqsim 4 ni ko'paytirib yuboradi. Mana bunga qaytib qolamiz. Tushundinglarmi? Хорошо. Endi men bu mb kvadrat turibdi, mana to'g'rimi? mb ni o'zini topishim uchun tenglik ikkala tarafga ham ildiz olib boramiz. Tenglik ikkala tarafdan ham ildiz olib boramiz. Shunda nima bo'ladi? Formula окончательный finalniy ko'rinishi mb teng bo'ladi. Tak, bir taqsim 2 ildiz ostida 2a kvadrat plus 2c kvadrat i minus b kvadrat. Ya'ni finalniy ko'rinishi formulamni shunaqa bo'ladi. Xo'p, xuddi shu algoritmdan foydalangan holda sizlar uchala tomon uchun 3 xil media bor, 3 xil mediani o'shalarni ham keltirib chiqarsa bo'ladi. O'chirda javoblar. Men medianani bu kesish nuqtasi xossasi bilan yuzalari haqidagi xossani isbotlashim uchun menga uchburchak formulasini isboti kerak bo'ladi. Uchburchak formulasining isbotini esa qanaqa chiqaramiz sizlarga?
bu narsaga aksioma sifatida qaraymiz, xuddi oldindan hamma bilib kelganini qaraymiz. Xo'p, o'zi qaraydi. Hozir ketma-ketlik yana qisqachasiga tushuntiraman. Medianani kesish nuqtasi xossasi va mana bu yuzalarni xossasi haqida sizlarga isbot keltirishim uchun men sizlarga avval uchburchak yuzasini topish formulalarini isbotlashim kerak. Uni isbotlashim uchun esa menga avval to'g'ri to'rtburchakni yuzasini topish kerak. Xo'p, to'g'ri to'rtburchak yuzasini esa isbotini formulasini men kvadratdan keltirib chiqaraman. Kvadratni yuzasini formulasini esa biz aksioma sifatida qaraymiz, ya'ni ochiq oydin ma'lumot sifatida qaraymiz o'zimiz, tushunasizmi? Kvadrat yuzasi qanaqa topiladi? Ikkala tomonini kvadratga tutib, qaraymiz, ya'ni bitta tomonni kvadratga qo'yamiz. O'sha narsani aksioma sifatida qaraymiz. Qaraylik, men yozib qo'yaman. S kvadrat teng a kvadratga. Kvadrat yuzasini topish formulasini biz aksioma deb qaraymiz. Qarashu. Endi qaraylik. Men hozir to'g'ri to'rtburchakni yuzasini topish formulasini shunday olib kelaman. Qanaqasida? Nasol qilamiz? Yo'q, o'tdi. Xo'p, qaraylik. Mana to'g'ri to'rtburchak. Kattaroq chizsammi yo sizlarga ko'rinyaptimi? Menimcha sizlarga ko'rinyapti. Xo'p, qaranglar, bitta tomonini A deb belgilayman, bitta tomonini B deb belgilayman. Xo'p. O'zi hamma biladi, shunchaki ikkala tomonni ko'paytirib qo'yish kerak. No, tasavvur qilamiz, biz to'g'ri to'rtburchak yuzasini topish formulasini esimizdan chiqarib qo'ydik. Nima qilamiz? Men sizlarga ideya olib beraman. Qanaqa ideya? Men bu B tomonini shunday davom ettiramanki, mana bu davom ettirganimdagi bo'lak, mana bu bo'lak uzunligi A ga teng bo'lsin. Qarashu. Endi qaraylik. Endi bu tomonni shunday davom ettiramanki, mana bu bo'lak B ga teng bo'lsin mana. Tushunasizmi? Qarashu. Endi buni ham shunday davom ettiramanki, uzunligi buni ham B ga teng bo'lsin. Shunda mana bu tomonni birlashtiradigan bo'lsak, mana bu B bo'ladi, mana bu A bo'ladi. Bu ham A bo'ladi. Qarashu. Situatsiyani yana vaqtda oydinlashtiramiz. Bizda AB tomonli to'g'ri to'rtburchak bor edi. Men endi mana bu tomonni shunday uzaytiray dedim. Men bu bo'lakning uzunligi A bo'lsin dedim. Ya'ni men A ga teng bo'lsin dedim. Bu bo'lakni shunday uzaytirayki, mana bu A bo'lsin deb, bundan keyin yana bitta uzaytirib B degan qism qo'shish dedim. Qarashu. Keyin bu yerdan mana bungacha masofa A bo'ladi. Mana bu bo'lagimiz B bo'ladi. Tushunasizmi? Hozir shunchaki biz tomonlarni uzaytirib qo'ydik. Shunchaki uzaytirish bilan shug'ullandik. Ya'ni tomon umumiy A plus B bo'lgan kvadrat yasadik sizlar bilan, tushunasizlar? Qarang, mana katta kvadrat hosil bo'ldi. Tomoni A plus B. Xo'p, mana shu kvadratni yuzasi nimaga teng bo'ladi? S kvadrat yuzasi. Biz bilamiz, kvadrat yuzasini topish uchun shunchaki tomonni kvadrat qilib qo'yish kerak, ya'ni kvadratni hisoblash kerak. Bitta tomon bizada A plus B ga teng. Shunda kvadrat yuzasini topganimizda A plus B ni kvadratiga teng bo'ladi. Xo'p.
Mana men bu yuzani topadigan bo'lsak, men bu yuzi bu ham kvadrat, ya'ni ikkala tomon a ga teng bo'lib turibdi. Xo'p, buni yuzasini hisoblasak, mana sразу yozib qo'yaman. A kvadrat. Men bunga qarayman. Bu esa bizda b kvadrat. Ya'ni ikkala tomoni b ga teng bo'lgan kvadrat to'plam. B kvadrat. Men bu bizga kerak bo'lgan to'g'ri to'rtburchagimizning yuzi. Buni s to'g'ri to'rtburchak. Bu ham xuddi shuningdek s to'g'ri to'rtburchak. Xo'p, nimaga men ikkalasi bir-biriga teng? Sababi qaranglar. Men bu to'g'ri to'rtburchagimni bitta tomoni a, bitta tomoni b. Bu to'g'ri to'rtburchagim ham xuddi shuningdek, bitta tomoni a, bitta tomoni b ga teng. Shuning uchun men bu ikkita yuzi bir-biriga teng bo'ladi. Хорошо. Bu nima degani? Kvadratning yuzasini hisoblaydigan bo'lsam, boshqa nazar bilan qaraydigan bo'lsak, men bu to'rtta hosil bo'lgan bo'lakchalarni yuzalarini yig'indisiga teng bo'ladi kvadrat tushunasizlarmi? To есть a kvadrat plus b kvadrat plus 2ta s to'g'ri to'rtburchak menda a plus b hosil kvadratiga teng bo'lishi kerak. Mantiq bo'yicha yozib olaman. A kvadrat plus b kvadrat plus 2ta s to'g'ri to'rtburchak. Tushundinglarmi? Xo'p, mana men buni to есть именно mana bu qismini hozir biz tenglama sifatida qarab ishlaymiz. Xo'p, a plus b hosil kvadrati nima bo'ladi? A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat teng bo'ladi bizda a kvadrat plus b kvadrat plus 2s to'g'ri to'rtburchak. Tushundinglarmi? Endi qaranglar. A kvadrat b kvadrat b kvadrat a kvadrat tenglik ikkala tomondan bir xil qiymatlarni qisqartirib oldi. Bizda nima qoladi? 2s to'g'ri to'rtburchak tengiga 2 ko'paytirgan a ko'paytirgan b ga. 2 ga bo'lib olsam ikkala tomonini nima bo'ladi? S to'g'ri to'rtburchak teng bo'ladi a ko'paytirgan b ga. To есть qaysidir badbaxt sizlardan so'rasa, to'g'ri to'rtburchak formulasi yuzasi qayerdan kelgan desa, mana shuni ko'rsatdi. Tushundinglarmi? Mana bizda burchagimiz. Xo'p, tomonlari nimani belgilagan o'zi? Nimani belgilaganman? Tomonlarni belgilaman o'tirmoqman. Mana mana burchagimizning balandligi. Mana bu tomon a ga teng, balandlik tushirsak x i a minus x degan bo'lajagi bo'lim qoldi, hisoblamiz, okey? Хорошо. Endi menga shunday vazifa qo'yilgan uchburchak yuzasining formulasini isbotlash. Ya'ni endi asosni ko'paytiramiz uchburchakni o'sha asosga tushgan o'sha tomonga tushgan balandligi taqsim 2, ya'ni AH taqsim 2 degan formulani isbotlaymiz. Buning uchun menga to'g'ri to'rtburchakning yuzasini formulasini bilishim kerak. I parallel chiziqlar haqida ma'lumot bo'lishim kerak. Qaranglar, men shunday qilaman. Asosga parallel bo'lgan to'g'ri chiziqni shu tortaman mana shu yerda. Asosga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tortaman. Хорошо. Mana asosga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tortdim. Uzunligi xuddi shuningdek, mana bu asosga teng bo'ladi. To есть mana bu bo'lak x bo'ladi, mana bu bo'lak a minus x bo'ladi, i umumiy a ga teng bo'ladi. Mana bu chiziq uzunligi h bo'lgani uchun mana bu yoni ham h ga teng bo'ladi. Tushundinglarmi? Endi qaranglar. To есть uchburchakni unutib turamiz. Uchburchakka qayoqlardan chiqarib turinglar. Qaranglar. Mana bu bitta katta to'g'ri to'rtburchak, mana bu bitta kichkinaroq to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ldi, to'g'rimi? Men ko'rayotgan narsani sizlar ham ko'ryapsizlarmi? Okey. Men aytaman. Mana bu katta to'g'ri to'rtburchagimni yuzasini topsam, nimaga teng bo'ladi? Katta to'g'ri qarang. Men buni katta qilib S1 deyman, mana katta
S2 deyman. Tushunasizmi? Biz ham ikkita bo'laylik. Umumiy S2, mana bu ikkita bo'laylik, umumiy S1 ga qo'ying. Хорошо. Diqqatingizga qarating. S1 ni yuzasini toping. Mana bu katta to'g'ri burchak. A minus x ko'paytirilgan h. Xo'p. Endi S2 ni topamiz. X ko'paytirilgan h. Endi mantiq ishlatamiz. Mana bu to'g'ri burchakning diagonali ko'rib turibsizlar. Diagonal degan tushuncha bilan hali tanish bo'lmasanglar ham shunchaki hisob qilaylik. Mana to'g'ri burchakka ovosladi, teng yarimlikni shuni cho'p ovosladi. Tushunasizlarmi? Shunda to'g'ri burchakning yuzasi qanday o'zgaradi? Teng 2 ga bo'linib qoladi. To есть, mana bu bo'lib olganinglardan keyin mana bu ikkita kusur yarim yuzaga ega bo'lib qoladi, to'g'rimi? Originalga nisbatan. Xo'p, хорошо. Buni tushundinglar desa, to есть buni tushundinglar deb tasavvur qilsak, men nima demoqchiman bu gapim bilan? Bu gapim bilan men nima demoqchiman? To есть kesilgandan keyin mana bu S1 taqsim 2, mana bu ham S1 taqsim 2 degan yuzaga ega bo'lib qoldi. Bu yerda ham xuddi shunaqa tema. To есть katta to'g'ri burchaklar S2 degan yuzaga ega teng 2 ga bo'lib o'rdinglar. Mana bu yerda S2 taqsim 2, bu tarafda ham S2 taqsim 2 degan yuza paydo bo'ladi. Хорошо. Endi qaranglar. Shunaqangi to'g'ri kelib qolyapti, что mana bu bo'lak, mana uchburchagimning bitta qismini, mana bu bo'lak uchburchagimning narigi qismini yuzasiga teng bo'lib qoldi, tushunasizlarmi? To есть mana bu bo'lak uchburchagimning bitta qismi, mana bu bo'lak ham uchburchagimning bitta qismi. To есть mana bu S1 taqsim 2 bilan S2 taqsim 2 ni qo'shib qo'ysam, S1 taqsim 2 bilan S2 taqsim 2 ni bir-biriga qo'shib qo'ysam, menda uchburchagimning yuzasi hosil bo'ladi. To есть mana bu sizlar qiziqtirayotgan figurani yuzasi hosil bo'ladi. Tushunasizlarmi? Qaranglar. Xo'p, S1 taqsim 2 ni qo'shib qo'ysam, S2 taqsim 2 ga S3 burchak teng bo'lar ekan. Qaranglar. S1 taqsim 2 ni qo'shaman S2 taqsim 2 ga. A minus x h taqsim 2 plus x h taqsim 2. Xo'p, mana shuni soddalashtirsanglar, sizlarda hosil bo'ladi S3 burchak teng S3 burchak teng a ko'paytirilgan h taqsim 2. Tushunasizlarmi? Menimcha tushundinglar. Menimcha tushundinglar. Yana bir marta o'rnidan yugurib o'tardim nima bo'lgan haqida. Xo'p, menda uchburchak bor edi. Men aytdim, davayda men bu asosiga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq tortdik dedim yuqoridan dedim. Хорошо dedik. Tortdik. Mana bu bo'lak dedim, x bo'lib qoladi dedim. Mana bu bo'lak uzunligi esa a minus x bo'lib qoladi dedim. Keyin aytdim, endi yonini bundoq chizib qo'yib to'g'ri burchak yasagan bo'lsa dedim. Mana bu kesmani uzunligi h bo'lgani uchun mana bu kesmani uzunligi ham h bo'ladi. To есть bir tomon a, ikkinchi tomon h ga teng bo'lgan to'g'ri burchak hosil bo'ldi dedim. Keyin aytdim, mana bu chiziq dedim, men hosil bo'lgan to'g'ri burchakni to'xtaydi. Mana bu yerda to'g'ri burchagini yuzasining bir qismi, mana bu yerda esa to'g'ri burchagining yuzasining ikkinchi qismi turibdi dedim. Keyin mana bu chiziq birinchi bo'lagimni tengiga bo'lyapti. Mana bu to'g'ri, mana bu chiziq ham ikkinchi yuzamni tengiga bo'lyapti dedim. Tushunasizlarmi? Mana shu ikkita bo'lakchani yarim bir-biriga qo'shib qo'ysam dedim, men qidirayotgan uchburchagimni yuzasi chiqib keladi dedim. Хорошо. То есть S1 taqsim 2 bilan S2 taqsim 2 ni bir-biriga qo'shsak, S3 burchagi chiqib keladi. S3 burchagini topsak, a ko'paytirilgan h taqsim 2. Ya'ni biz isbotladik. Shu uchburchak yuzasini topish uchun tomonni ko'paytirasizlar, o'sha tomonga tushgan balandlikka i taqsim 2.
Tushunasizlarmi? Ya'ni tomonni o'sha tomonga tushgan balandlikni ko'paytmasini yarmi uchburchak yuzasiga teng ekan. Хорошо. Biz eng asosiy formulani isbotini keltirdik. Endi qo'shimcha sifatida, chista qo'shimcha sifatida men aytib o'tishim mumkin, что men bu tomonni B, bu tomonni C deb tasavvur qilsaydi, men uchburchakning uchala tomoni uchun ham xuddi shu algoritm bo'yicha o'zini formulasini yozib qo'ysaydi bo'ladi. Tushundinglarmi? Buni sizlar o'zingizlar qilib ko'rasizlar. То есть uchburchakni narigi ikkita tomoni uchun ham xuddi shu algoritm bo'yicha formulasini chiqaradi. Endi yana uchburchagimizga qaytamiz. Tasavvur qilinglar. Endi balandligi emas, sizni nima deydi? Uchburchakning ikkita tomoni va ular orasidagi burchak orqali yuzani topishni o'rganamiz sizlarga. Xo'p, ana menga A tomon berilgan, qanaqadir mana bu H, mana bu menga berilgan burchak alfa, mana bu B tomon. Bilasiz? Xo'p, mayli, C berilmagan deylik. Xo'p, H ham berilmagan bo'lsa, shunchaki turibdi. H bilan C berilmagan, shunchaki turibdi. Bizga berilgan что A bor, B bor, и alfa bor. Shu. E'tiboringlarni qarating. Mana bu uchburchagim uchun mana bu uchburchagim uchun sinus alfani hisoblasam nima bo'ladi? Sinus alfani hisoblasam nima bo'ladi? Qarama-qarshi katet bo'lgan gipotenuza, ya'ni H taqsim B. Хорошо. Endi qarang. Hni ifodalab olamiz. Mana shu tenglamadan nima bo'ladi? Hning bo'ladi. Hning bo'ladi B ko'paytirilgan sinus alfa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qiladigan bu shunchaki hozircha zapasda turibdi. Ikkinchi qiladigan ishimiz nima? Men bu keltirib chiqargan formulamizni yozaman. S uchburchak teng A ko'paytirilgan H taqsim 2. Xo'p, endi H ning o'rniga men bu B ko'paytirilgan sinus alfani olib kelamiz. Nima bo'ladi? S uchburchak teng bo'ladi A ko'paytirilgan B ko'paytirilgan sinus alfa taqsim 2. Ya'ni biz hozir sizlar bilan uchburchakning ikkita tomoni va ular orasidagi burchak bog'liqligi orqali uchburchak yuzasini topishni o'rgandik. Xo'p, menga qaranglar, men ko'rsatayotgan ketma-ketlik bo'yicha yozib ketishinglar shart emas. Do'stlar, men bu geometriyani o'zingizlar xohlaganingizcha o'rganing. Men bu keltirib chiqarishlar ketma-ket bo'lsin deb mavzularni chut almashtirishimga o'rgatib reklamaga. Xo'p, zapis ketyaptimi? Men tekshiraman. Zapis ketyapti, хорошо. 2 soatdan beri zapis bo'lyapti. Yani yarim soatga yetadi tasavvur qilsam ham va'da qilib bo'ladi. Men sizlarga hozir sinuslar teoremasini tushuntiraman. Sinuslar teoremasini. Sinuslar teoremasini tushuntiraman. Teoremasi tomon A, tomon B, tomon C bilan alfa, beta, gamma. Qadrli tomoshabinlarimiz, bu sinuslar teoremasi. Xo'p, boyagi topgan yuza formulasi bor. Ikkita tomonga ular orasidagi burchak. O'sha formuladan foydalanaman. Ya'ni men nima qilaman? 1/2 ko'paytirilgan, qarang, ikkita tomon ko'paytmasi A ko'paytirilgan C ko'paytirilgan ular orasidagi burchakning sinusi. Mana shu qiymat menga
mana shu uchburchagimni S2 deyman. Endi boshqa ikkita tomondan qarab ko'ramiz. Ya'ni qaranglar. A bilan B ga qaraymiz. 1/2 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan B va ular orasidagi burchak sinusi menga xuddi shuningdek mana shu uchburchagimni yuzasini beradi. Endi qaranglar. B bilan C ga qaraymiz. 1/2 ko'paytirilgan B ko'paytirilgan C ko'paytirilgan sinus alfa manda uchburchagimni yuzasini beradi. To есть mana shu uchala formula ham bir-biriga teng. Ya'ni uchalasi ham mana shu uchburchagimizning yuzasini bizga topib berishga yordam beradi. Men aytaman. Qaranglar. Men bu ikkitasini alohida qaraylik deyman. Bu ikkitasini alohida qaraylik deyman. Shuningdek, mana bu oxirgi bilan eng birinchisini alohida qaraylik deb ideya beraman. Shundan nima bo'ladi? Qaranglar. Bu bilan buni birgalikda qaraymiz. 1/2 AC ko'paytirilgan sinus BT menga 1/2 AB sinus gamma. Xo'p, e'tibor beringlar. Mana bu teng ikkala tarafda A bor, 1/2 ham bor. Xo'p. Men bu tomonlarni sinuslarni alohida yozib olaman. To'xtaylik. Qaranglar, bu sinusni bu yoqqa bo'lishga o'tkazaman. Mana bu sinusni ham bu yoqqa bu tarafga bo'lishga o'tkazaman. Plus proporsiya qilaylik, qisqa beradigan bo'lsa, proporsiya qilsak nima bo'ladi? C taqsim sinus gamma teng bo'ladi 1 sinus BT. Tushundinglarmi? Hozir mana shu hosil bo'lgan tenglikni proporsiya qo'shsanglar mana bunga qaytadi. Okey. Endi ikkinchi situatsiya. Bu bilan buni qaraymiz. 1/2 AB sinus gamma teng bo'ladi 1/2 BC sinus alfa. 1/2 BC sinus alfa. Xuddi shuningdek, mana 1/2 da B da qisqarib ketadi, chunki bir xil. Nima qoladi menda? A sinus gamma tengga C sinus alfa. Xo'p, bu yerda ham bunga o'xshagan преобразование, ya'ni o'zgartirish qiladigan bo'lsak, qaranglar, A taqsim sinus alfa teng bo'ladi C taqsim sinus gamma. Endi mana shu hosil bo'lgan ikkita tenglikka bor diqqatinglarni qaratinglar. Mana shu ikkita tenglikni men yana bir marta bir-biriga bog'lab, o'sha uchta tenglik hosil qilsam bo'ladi. Diqqat bilan qaranglar, qaysidir momentda bir xil, meni haqqim bor, mana shu ikkalasini bir-biri bilan bog'lashga. O'shani. Davay. Fikrlaylar, o'ylaylar. Sizlarga bor. Tavbaga qo'yinglar, ho'p. Xo'p. O'ylashni to'xtatgan bo'lsanglar, tushungan bo'lsanglar, qaranglar. Men bu tengligimda C taqsim sinus gamma degan narsa turibdi. Bu yerda ham xuddi shuningdek C taqsim sinus gamma turibdi. To есть tushunasizlarmi? Mana bu yerda olma degan ifoda turibdi, mana bu yerda xuddi shuningdek olma degan ifoda turibdi. To есть men ayta olaman, demak, mana bu ifoda ham, mana bu ifodani ham bir-biriga tenglasak bo'ladi, xuddi shuningdek. Tushunasizlarmi? Ya'ni nima hosil bo'ladi shunda? Shunda uchinchi qadam nima bo'ladi? A taqsim sinus alfa teng bo'lar ekan 1 taqsim sinus BT deymiz. Shuningdek, bu ikkitasi teng bo'lar ekan C taqsim sinus gamma. Хорошо. Sinuslar teoremasini yana bir marta qisqa tushuntirib o'taman. Tasavvur qilinglar, bizga uchburchakning 3 ta tomoni berilgan, 3 ta burchagi berilgan. Biz mana shu 3 ta tomonda 3 ta burchak orqali tomonlar o'zaro munosabatini topsak bo'lar ekan. U qanaqa munosabat bo'lar ekan? Hozir ko'ramiz. Qarang. Men ikkita tomon va ular orasidagi burchakdan foydalangan holda yuzani yozib olaman. Formulasini. Nima bo'ladi? 1/2 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan C ko'paytirilgan sinus bo'ladi. Хорошо. Boshqa nazardan qaraydigan bo'lsak.
1 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus gamma. Yana boshqa nazardan qaraymiz. 1 taqsim 2 b ko'paytirilgan c ko'paytirilgan sinus alfa. Bularning uchalasi ham bir-biriga teng. Chunki mana shu uchala qiymat ham menga bitta uchburchakning yuzasini topib beryapti. Tushunasizlarmi? Хорошо, men aytdim, bu ikkitasini alohida qaraylik, bu ikkitasini alohida qaraylik. Qisqartirib, soddalashtirdik. Mana bunaqa munosabat topdik, ikkita tomon orqali. Keyin o'tda ham xuddi shunaqa soddalashtirib, qisqartirdik, ikkita tomon orasida mana bunaqa munosabat borligini topdik. Keyin mana shu ikkita fakt orasida bog'liqlik borligini sezib qoldik. Ya'ni c taqsim sinus gamma o'zaro bog'liq bo'lib qolgan ikkalasi. Tushunasizlarmi? Ya'ni связь yasab beryapti, most yasab beryapti. Bundan bunga o'tishimiz uchun. Men aytdim, qarshi dedim, c taqsim sinus gamma mana bu ikkitasi teng bo'lsa, demak bu ikkitasi ham o'zaro bir-biriga teng bo'ladi dedim. Buni yozib oldik. И sinuslar teoremasi shu bilan isbotlandi. Хорошо. O'chirib tashlayman, o'rgan. Qaranglar, sinuslar teoremasi bizga hozir bitta cho'tki qottani keltirib chiqarib beradi. Uchburchak yuzasiga oid bo'lgan juda ham zo'r xossa bor. O'shani keltirib chiqarib beradi bizga. Shuning uchun bizga kerak edi sinuslar teoremasi. Biz o'sha yuza xossasidan foydalanib, hozir medianani xossasini isbotlaymiz. Doska qo'yib qoldik. Keyingi xossani shunchaki mana uchburchak yuzasi haqida xossa yozib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu nimadan iborat? Qarang. Uchburchak bor. Biz uchburchakning uchida mana bu asosiy tarafga ixtiyoriy to'g'ri chizig'ini tortdik. To есть, bu narsa medianami, balandlikmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar shunchaki ixtiyoriy to'g'ri chiziq. Bu universal, tushunyapsizlarmi? Ixtiyoriy to'g'ri chiziq tortdik. Хорошо. Mana bu A tomon deyman, mana bu B tomon deyman, mana bu bo'lakni X deyman, mana bu bo'lakni Y deyman. Tushundinglarmi? Xo'p, mana bu chiziqni esa shunchaki nima belgilasam bo'ladi? Qanaqadir bir Y chiziq deylik. Mayli. Bu qanaqadir bir Y degan to'g'ri chiziq. Xo'p, mana bu burchakni, mana alfa, bu burchakni esa 180 gradus minus alfa deyman. Sababi bu ikkitasi qo'shni burchaklar. Qo'shni burchaklarning yo'nalishi 180 gradus. Agar buni alfa desam, buni ham bu bilan birga yig'indisi 180 bo'lishi uchun buni 180 minus alfa deb belgilash kerak. Хорошо. Qaranglar. Bitta xossa bor. Mana bu tomonlar ham kerak emas ekan. Xo'p. Shunaqangi xossa borki, bizda mana bu bo'lakni S1 yuzaga ega, bu bo'lakni S2 yuzaga desam, S1 bilan S2 ni orasidagi bog'lanish quyidagicha ekan. S1 taqsim S2 X taqsim Y. To есть S1 bilan S2 mana shu uchburchakda S1 bilan S2 orasida mana bunaqa bog'lanish bor ekan. Xo'p, bu bog'lanish qayerdan kelib chiqdi? Hozir isbotini ko'ramiz. Qaranglar. Mana bu uchburchagimga qarasanglar, ikkita tomonning orasidagi burchakni qaraymiz. Nima bo'ladi? 1 taqsim 2 ko'paytirilgan Y ko'paytirilgan X ko'paytirilgan sinus alfa. Xo'p, ikkinchi tomon Y bilan 1 taqsim 2 Y ko'paytirilgan Y ko'paytirilgan sinus alfa tengiga S2. Хорошо. Xo'p, endi men hosil bo'lyapman. Ha, to'xtanglar. Sinus 180 gradus minus alfa, sinus alfa deyman. Sinus 180 gradus minus alfa, sinus alfa deyman. To есть, yuzar formasi nima edi? Ikkita tomon ko'paytmasi va uning orasidagi burchak sinusi edi. To есть, mana bitta sinus 180 gradus minus alfa deyishim kerak edi. Men sразу sinus alfa deb ketdim, chunki mana bunaqa trigonometrik xossa bor bizda. Хорошо.
tushundinglar deb tasavvur qilamiz. Endi tenglikni ikkalasini mana shu bir-biriga bo'lib yuboraman. Nima bo'ladi mana? S1 taqsim S2 teng bo'ladi x taqsim y ga. Ya'ni mana bitta hosil bo'lgan ifoda bilan mana bu isbotlanishi kerak bo'lgan ifoda tasdiqlandi. Tushundinglarmi? Хорошо. Kısacası yugurib o'tamiz. Xo'p, qaranglar. Bizda qanaqadir ixtiyoriy uchuvchi bor, bir uchida ixtiyoriy narigi tomonga uchirilgan yana bitta chiziq bor. Mana shu chiziq. Mana bu tomonni bo'lakka bo'ldi, qanaqadir ikkita bo'lakka. Xo'p. Men aytayman shu. Mana shu ikkita uchburchak va mana bu ikkita bo'lak orqali anaqa munosabat yasasak bo'ladi demoqchiman. Do'stlar, men anaqa munosabat bor ularning orasida. Buni qanaqa isbotladi? Men aytdim. Mana bu ikkita tomon va ular orasidagi burchakdan foydalangan holda yuzani topib olaylik, ifodalab olaylik. S1 ni. S2 da esa ikkita tomon ular orasidagi burchak xuddi shunday. Хорошо, uni ham yozib oldik. Keyin ikkalasini tenglik bo'lib oladigan bo'lsak, qarang. 1/2 bilan mana bu y qisqarib ketdi. Shuningdek, sinus alfa ham qisqarib ketdi. Manda qolgan ifoda S1/S2 teng x/y. Ya'ni isbotlanishi kerak bo'lgan ifoda hosil bo'ldi. Хорошо, tushundinglarmi? Tushungan bo'lsa yaxshi. Tushungan bo'lsa yaxshi. Endi tushungan bo'lsanglar, siz olib o'tamiz. Mediani xossalariga qaytamiz. Medianing ikkita xossasini sizlar bilan isbotlashimiz kerak.